Diqqat, farmonni oling. Kimdaki ushbu videoni ko'rib turib o'tkazib yuboradigan bo'lsa, hayotidagi eng katta xatoni qilishga to'g'ri keladi. Do'stlar, shunchaki shohona fasondan bitta darvozani obunachilarimizga bepulga berib yuboramiz yoki bo'lmasam shunchaki shohona kravatlarimizdan bittasini bepulga o'rnatib beramiz. Agar prosmotr 100 ming bo'ladigan bo'lsa, 100 ming ursa. 100 ming prosmotr uradigan bo'lsa, bitta darvozani obunachilarimizga bonus qilib beramiz. Kvadrati 1 million 600 ming so'mdan sotilgan darvozalarni Sobitxonaga 1 million 400 ming so'mdan. 1 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. Darvoza yo'qsa pul berasizlar, yo'qmasa shart emas. Akalar 5,5 metr eniga shunaqa katta gigant darvoza ko'rganmisizlar? Sherlarni o'rnatib berishgan. Bular narxi nech puldan chiqadi Sobitxon aka? 1 million 600 ming so'mdan buni. 1 million 600 ming so'mdan chiqadi. Endi aksiyaning yomoni bo'ladi. Akalar, mana bu qarshinida turgan shohona fason darvozani O'zbekiston bo'yicha 1 million 49 mingdan qilib beramiz. 49 ming so'mdan qo'yib beramiz. 1 million 600 ming so'mlik varianti. Razmeri 5 o'nga 370 joyga tushadi. 5 o'nga 370 joyga tushadi. Darvoza yo'qsa pul berishadi. Bu ham 553 ga 363 razmeri. 1 million 650 ming so'mdan kvadrat metri. Kvadrat metri 1 million 600. 3 qavatli. Bu yerda 650 ming so'mlik variantlar bor. Ana sizlarga razmerlarga tushadigan bo'lsa nalichida bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Akalar shunaqa arzonni ham, qimmatini ham sifatli qilib berishadi. Toshkent, O'zbekiston bo'yicha, SNG davlatlari bo'yicha akalar darvozalarimizni o'rnatib berish mutlaqo bepul. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.